alaykum dada. Kim kavushimning orqasini bosib tayladi? Kim? Aya men deyman. Men dadasi. Salonning salatini yaxshi ko'raman-da. Bo'lmasa Fırlatmasdan hiç. Çapırlamasdan ye ovqatni. Hop. İki qo'lda sindir nonni. Suyanmasdan o'tasan. Nogironmi bu? Tarbiya berishni bilmaysan, qishloqqa. Chapirlama kuchuk, chapirlama naymi. O'qishdan nimaga to'r olding? Uxlab qopman. Almashtir. Sen nima kundaligini olib kelmading? Dadajon, shuni stulchi ko'tarib kelyapti. Bor olib kel stolni. Yig'lama bo'ldi, jig'lama. Jilyappa. Qayda yuribsan? Bola jig'layib yotibdi-ku. Lala ko'tayliklar olib keldim. Nima edi u? Bolaga taqsangiz mazza qilib yotadi. Hattoki taglik borligini ham sezmaydi. Qaydan olib kelding? O'zbekiston hamma magazinlarida bor. Hattoki o'zim marketdan zakaz qilsangiz ham bo'ladi. To'g'ri gapir, reklamachiga o'xshab gapirasan. Reklamasiga pul olganmisan? Yo'q. Tariqa ko'zimga ko'rinma, bolaga o'zim qarayman. Qarashni ham bilmaysan. Papalam, seni tasdiri yedinam. Kelek dedikte, sözildi payom. Qaytada keldi? Tuya ko'rdilaringmi? O'lay, yer ko'rganimiz yo'q. Ochib qo'yma, muklasan! Tog'dan tushmas qor bo'ling dada.